Farg'ona viloyati Foyda tumanidagi Yangiqo'rg'on shaharchasidagi Imkon savdo markaziga kir mashinalarni tahlil qilish uchun keldik. Imkon savdo markazida hozir kir mashinalarini tahlil qilib o'taman. Hozir birinchisi Artel kompaniyasining kir mashinasining narxi 1.845.000 tashkil qiladi va bu Imkon savdo markazida bo'lib to'lash ham mavjud. Ikkinchi kompaniyamiz Shivaki hisoblanadi. Buning narxlari 1.944.000 tashkil etadi va bunda ham bo'lib to'lash imkoniyati bor. Keyingi kompaniyamiz Vesta, bunda ham bo'lib to'lash imkoniyati bor va buning narxi 1.994.000 so'mni tashkil qiladi. Imkon savdo markazida yana avtomat kir mashinalari ham mavjud va bu Samsung kompaniyasining 7 kilogramgacha bo'lgan kiradigan avtomat hisoblanadi. Buning narxi 6.542.000 so'mni tashkil qiladi. Keyingi kompaniyaga o'tadigan bo'lsak, bu Bekon kompaniyasidan va buning kir yuvadigan hajmi 6,5 kilogramni tashkil qiladi. Va buning narxiga keladigan bo'lsak, 4.780.000 so'mni tashkil qiladi. Keyingi kompaniyamiz LG kompaniyasidan, buning kir yuvish hajmi 8 kilogramni tashkil qiladi va buning narxi 6.943.000 so'mni tashkil qiladi. Va eng so'nggi kompaniyamiz bu Avalon kompaniyasi hisoblanadi. Bu dunyo bo'yicha keng tarqalgan brend hisoblanadi va buning narxi 10.466.000 so'mni tashkil qiladi. Hozirda Imkon savdo markazidagi kir mashinalar narxlarini tahlili bilan tanishdik va bu Imkon kompaniyasi eng qulay narxlarda va sifati ham yaxshi. Bemalol kelib bu yerda mahsulotlardan xarid qilishlari mumkin.